ish qilish jonga tegdi. Qachongacha ish qilaman? Ha, Muhriddin osh markazi menga tegishli. Ukam bilan dadamni haydayman. Alo. Ha, bo'ldi. Dada, katastrofa bo'ldi. Nima gap? Akam bosh ko'tarishni boshlayapti. Yo'q, nima deya? Men eshitib qoldim. Bu osh markazi men nomimga ochilganmi? Men xo'jayinman. Men ikkalasini haydayman dedi. Yo'q. Ha? Shoshmay turing, to'y yuring, siz bir joyga olib boraman. Dada, qayerga keldik? Ya tegmang to'y, biz intellektual biznes patentlash markaziga keldik. Nima u? Yuring, hozir tushuntirib beradi. Aka, siz biringizni agar patentlab qo'yadigan bo'lsangiz, Muhriddin osh markazi nomidan O'zbekiston bo'yicha faqat osh markazi emas, umuman ovqatlanadigan joy ochishga hech kimning haqqi bo'lmaydi 10 yilgacha. 10 yil vaqt o'tgandan keyin yana siz muddatini bemalol uzaytirishingiz mumkin. Mabodo siz ruxsatingiz kimdir bu nomdan foydalangan taqdirda aynan ovqatlanish yo'nalishi bo'yicha siz bemalol Adliya vazirligiga murojaat qilib, ularni ishini to'xtatishga qonun egasiz. Bo'lmasa shtraflar ancha baland bo'ladi. Men ammo olib ketaylik, so'ragan. Ha, endi bering, olib ketsin, ha? Oling. Mayli, xo'p.